Bugungi darsimizda matnlarni kiril alifbosidan lotin alifbosiga o'tkazuvchi saytlar, kompyuterimizga o'rnatishimiz mumkin bo'lgan dastur va kengaytmalar haqida to'liq ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum akademiklar. Ko'pincha o'zimda ham juda ham ko'p kuzatiladi. Lotin alifbosida tayyorlangan matnlarni kirilchaga yoki aksincha qilib berishni so'rashadi. Men o'zim lotin alifbosida yaxshi yozganim uchun lotinchada yozib, mana bunday saytlar yoki kerakli dasturlar orqali kirilchaga o'tkazib, kerakli joyga jo'natishni afzal ko'raman. Bugun shu bo'yicha to'plagan barcha ma'lumotlarimni siz bilan bo'lishmoqchiman. Darsimizni birinchi qismida onlayn saytlar haqida qisqacha aytib o'tamiz. Keyingi qismida esa Word, Excel uchun qo'shimcha dastur, kengaytmalar o'rnatish, ulardan qanday foydalanishni ko'rib chiqamiz. Saytlar bo'yicha boshlaydigan bo'lsak, ularni ishlash prinsipi bir xil. Aytaylik, lotincha matnni shunchaki nusxa qilasizda, kerakli maydonga joylab, kirilchasini kopiya qilib ishlatishingiz mumkin. Saytlarni deyarli hammasida ishlash prinsipi bir xil. Bular bo'yicha ko'p vaqt olib o'tirmaymiz. Bu saytlar ro'yxatini Telegramdagi kanalimizda berib o'tganmiz. Ana endi darsimiz asosiy qismi dasturlar va qo'shimcha kengaytmalar haqida gaplashamiz. Dasturlar bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, to'g'risi ancha izlandim. Word uchun, Excel uchun qo'shimcha dastur kengaytmalar bor ekan, lekin PowerPointda tayyorlangan slaydlarimiz to'g'ridan to'g'ri kiril lotinga aylantirib beruvchi dastur yoki saytni hali topmadim. Nasib qilsa topsam, albatta kanalimizda bo'lishaman. Yangiliklardan quruq qolmaslik uchun Telegramdagi, Instagramdagi, YouTube kanallarimizni kuzatib borishingizni tavsiya qilaman. Demak, ishga kirishadigan bo'lsak, sinash uchun hujjatlar tayyorlab qo'ydim. Word, Excel, PowerPointda o'shalarni hozir o'rnatadigan dastur va kengaytmalarimiz orqali sinab ko'ramiz. Ishimizni Word dasturidan boshlaymiz. Word bo'yicha bitta alohida tayyor dasturimiz bor ekan. Dasturga kiramiz. Zapustit qilib Word hujjatni shunchaki ko'rsatib beramiz. Aytaylik, bizning matnimiz, hujjatimizdagi matn kirilda edi. Uni lotinchaga o'tkazishni belgilaymiz. Ochish qilib, kerakli joydan o'zimizni hujjatimizni ko'rsatamiz. Shuning uchun hujjatlar Word. Almashtirishga bossak, bu to'g'ridan to'g'ri dasturni ochib, mana ko'ryapsiz, matnning hammasini lotinchaga o'girib chiqyapti. Endi birozgina tekshiramiz. Lotinchaga o'girgani yaxshi, o'larni ham joyida qo'ygan, yutuq belgisi ham joyida. Demak, dastur ishlasa bo'ladi, yaxshi. Saqlamaymiz, hali yana sinab ko'rishimiz mumkin. Bu barcha dastur va kengaytmalarni Telegramdagi Office Dars Bot loyihamizdan topishingiz mumkin. Endi esa Word dasturiga qo'shimcha kengaytmalar o'rnatamiz. Kengaytma degani Word dasturining ichida turib ham siz matnni kirildan lotinga, lotindan kirilga o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Buning uchun eng mashhur bo'lgan Translate dasturimizni tanlaymiz. Setupni belgilab, zapuska administratori qilib o'rnatib olamiz. Mana buni ashibga chiqsa, Continue'ni bosaverasiz, bo'ldi. Endi Word dasturiga kirib ko'radigan bo'lsak, bizda mana bunday Nadstroyka degan joy paydo bo'ldi va bizga mana bittasi kerak. Bu oxiridagi. Sizda mana ular chiqmasligi mumkin. Bu menda bir ikkita qo'shimcha dasturlarni sinov qilayotgan paytim chiqib qoldi. Bular bizga ahamiyatsiz. Biz mana ular bilan ishlaymiz. Aytaylik, matnni boyagi sinov uchun matnimizni tekshirib ko'ramiz endi. Demak, bizda hujjat bor, kirilcha. Hammasini belgilaymiz va Nadstroyka joyiga kirib, kiril lotin qilsak, matnimizni tezgina lotin alifbosiga o'tkazib beradi. O'lar joyida, e'tibor beradigan jihatlarimiz hammasi joyida. Yoki hammasini belgilab, lotindan kiril qilsak, kirilga o'tkazib beradi. Endi bu dasturning ham kamchiligi bor. Bu kamchilik, aytaylik, sizda hujjatingiz katta bo'ladigan bo'lsa-da va siz kichkinagina, aytaylik, mana bu qisminigina lotin kirilga o'tkazaman deb buni belgilasangiz, butun boshli hujjatingizni lotindan kirilga o'tkazib yuborish mumkin. Shu joyda sal ehtiyot bo'lasiz. Maslahat beraman, agar kattaroq hujjat bo'lsa, uni ma'lum bir qismini kiril lotinga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, uni alohida belgilab, alohida bitta hujjat ochgan holatda o'sha joyda lotin kirilga to'g'rilagan holatda boshqa ovqatga qaytargan ma'qul. Chunki boshimdan o'tgan katta matnimni to'liqligicha kirilga yoki lotinga o'tkazib, biroz qiyinchilikka solib qo'ygan edi. Endi esa keyingi kengaytmalarni ko'ramiz. Buni saqlamaymiz, hali ishimiz davom etadi. Endi o'zim uchun ham yangilik bo'lgan bir kengaytmani ko'rib chiqamiz. Savodxon.uz loyihasiga tegishli
kengaytmalar bo'lib, Excel bo'yicha ham, PowerPoint bo'yicha ham, Excel va Word bo'yicha bor ekan. PowerPoint bo'yicha hali topilmadi. O'shani o'rnatib, ishlatib ko'ramiz birgalikda. Dasturni yuklab olganman. Buni ham Telegram botimizdan topishingiz mumkin. Dasturni belgilaymiz, o'rnatib, ishlatib ko'ramiz. O'rnatildi deyapti. Yakunlash qilib, endi tekshirib ko'ramiz. Demak, Wordga o'rnatilgan bo'lsa, bu ham alohida bir nima topgan bo'lishi kerak. Demak, izdание deganni установить qilaveramiz. Ya'ni bu ishonchli. Word hujjatiga kirib ko'ramiz. Savodxon bo'limi ochildi. Keling, boyagi hujjatimiz bilan buni ishlashini tekshirib ko'ramiz. Word hujjatiga kiramiz. Savodxon bo'limchasi ochildi. Matnni mana bu qismini belgilab, loadingga o'tkazib ko'ramiz. Yaxshi ishlashi. Mana bu qismini ham belgilaymiz. E'tibor bering, bu yerda havola bor. Havolani o'chirib yuboradimi, yo'qmi? Buni ham tekshirib ko'ramiz. Loadingga o'tkazdi, havolaga tegingani yo'q. Ishlashi yaxshi, menga yoqdi. Buni ham ishlatib ko'rishingiz mumkin. Demak, hujjatni yopamiz. Endi esa Excel bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Excel bilan ishlashda bir qancha imkoniyatlar bor. Bulardan biroz qiyinrog'i, lekin ko'pincha effekt beradigani bu makroslar bilan ishlash. Bu qanday amalga oshiriladi? Keling, ko'rsatib beraman. Excel uchun tayyorlagan hujjatimizga kiramiz. Demak, Excel uchun mana hujjatimiz tayyor. Hujjatimizga e'tibor bering. Lotin alifbosida buni kirilga o'tkazishni qo'shimcha dastur o'rnatmagan holatda makros bilan amalga oshiramiz. Buning uchun Alt F11 tugmasini bosamiz. Fayl joyidan import fayl qilamizda, bizni mana makrosimiz bor. Uni botdan yuklab olishingiz mumkin. Mana bas bilan tugaydi oxiri. Uni открыть qilamiz va mana bu joyga bossak, kirilga o'tkazamizmi, lotinga o'tkazamizmi deyapti. Biz kirilni belgilab run qilsak, biz hujjatimizni to'liqligicha kirilchaga o'tkazib berdi. Endi kirilchaga o'tib turgan payti lotinga o'tkazaman desak, lotinni tanlab run qilamiz, o'tkazib beradi. Bu yerda bu bittagina sahifa uchun amalga oshiradi. Mana keling, kirilga o'tkazib ko'ramiz. Keyingi sahifamizda qandaydir o'zgarish bo'ldimi? Bu yerda hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Buni ham xuddi shu ketma-ketlikda davom etishingiz mumkin. Endi esa boyagi savodxonni kengaytmasini o'rnatib ko'ramiz. Savodxonni kengaytmasini ikki xil fayl shaklida yuklab olishingiz mumkin. Bittasi exe, bittasi mc ekan. Bu nimaga degan mazmundagi savolga bunday javob berishyapti. Excel uchun exe formati ilova kompyuteringiz ishlay olishi uchun zarur boshqa dasturiy vositalarni o'z ichiga oladi. Demak, kerakli bo'lgan hammasi bor deyapti. Shuning uchun exeni yuklab qilamiz. Biroz o'lcham kattaroq ekan. Ko'ramiz qay darajada ishlab bizga foydasi tegadi. Keyin keyingi o'rnatish, yakunlash qilamiz. Excel dasturimizga kirib ko'ramiz. Установить. Bunda ham savodxon bo'limi ochildi. Hujjatimizni tekshirib ko'ramiz. Hujjat Excel qildik. Keling, mana shu diapazonni belgilab, savodxondan kirilga qilamiz. Matnimizni to'liqligicha kirilga o'tkazib berdik. Mana shular sizga bugun bermoqchi bo'lgan dastur fayllarim hammasi shular. Bularning barchasini Telegramdagi Office dars botdan topishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun tashakkur. Keyingi darslarda ko'rishguncha.